Eng yaxshi ko'rgan ustozingiz shu maktabda. Marhum ustoz. Marg'ub ustoz nimadan dars beradi? Ona tili adabiyoti. Nima uchun yaxshi ko'rasiz? Baho yaxshi qo'yadi. Yaxshi dars o'tadi. Sizcha siz eng yaxshi ko'rgan o'qituvchingiz? Nimadan dars beradi? Ona tili adabiyotidan dars beradi. Dilfuza nimadan dars beradi? Tarix bilan tarbiyadan Surayyo nimadan dars beradilar? Informatika. Informatikadan nima uchun boshqa ustozlarga nisbatan zo'rlar? Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi tarbiya beradi. Faqat shu ustozni yaxshi Marg'ub ustoz nimadan dars beradi? Ona tili. Ona tili adabiyot. Nima uchun boshqa ustozlarga nisbatan zo'rlar deb o'ylaysiz? Yaxshi Biling. o'tadi. Yaxshi, dars yaxshi o'tadilar. Yana bormi qanaqa bir fazilatlari? Yaxshi gapiradi. Bugun hozir maktabda bizni o'quvchilar bilan so'rovnoma og'zaki o'tkazdik va eng ko'p ovoz yiqqan ustozlardan biri bo'ldingiz. Sevimli ustozingiz kim degan savolimga Marg'ub ustoz, ona tili adabiyoti ustozimiz deb aytishdi. Shuning uchun oldingizga keldim. Marg'ub opa, sevimli ustoz bo'lishning 3 ta siri nimada? Bolalar bilan samimiy bo'lishda deb bilaman. Birinchisi. Ikkinchisi ularni tushunish. Bolani tushunish kerak deb o'ylayman. Uchinchisi mas'uliyatli bo'lishga o'rgatish kerak va talab qilish kerak. Mana shu narsaga qat'iy amal qilaman. Ishingizga rivoj, hamisha mana shunaqa sevimli ustoz bo'lib, bolalar eng yaxshi ko'radigan ustoziga aylanishingizni tilayman.